Qaynonamning menga qilgan duolarining samarasini ko'ryapman. Kattalarning duosini olishga haris bo'ling, qarg'ishini emas. Ularning duolari bilan yashayapman desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Qaynonam doim menga Soliham, Ka'ba yo'ling bo'lsin derdilar. Shu vaqtgacha adashmasam 11 yoki 12 marta umraga bordim. Bir firma meni doim olib borib turadi. Haqiqatan ham Ka'ba mening yo'lim bo'ldi. Yana ular kelinlaringdan baraka top bolam deb duo qilardi. Robbim menga 2ta kelin berdi. Farzandimdan ham oldinga qo'yaman. Kelinlarim farishtadek. 2ta yaxshi huquqli kuyov ham berdi. Allohim, bunchalar mehribon, bunchalar ulug', buyuk zotsan deb yuboraman ba'zan. O'z farzandimdek hammasini yaxshi ko'raman. Bir-birimizni hurmat qiladigan, sevadigan, e'zozlaydigan qilib qo'yganidan Robbimga hamd sanolar aytaman. Siz ham kattalarning, ayniqsa ota-onangizning, buva-buvalaringizning, qaynona-qaynotalaringizning duolarini olishga harakatda bo'ling.